20-asrning o'rtalariga kelib, G'uzor dashtlarida geologiya qidiruv ishlari boshlandi. Keng ko'lamda burg'ulash, ilmiy amaliy kuzatuv, tahliliy ishlar olib borildi. Natijada mazkur zamin qa'rida mo'l-ko'l uglevodorodli birikmalar, jumladan gaz, neft, gaz kondensatlari mavjudligi aniqlandi. Aniqlangan tabiiy boyliklarni qazib olish, qayta ishlash bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'rildi. Betinim izlanishlar, sa'y-harakatlar natijasi o'laroq o'tgan asrning 80-yillariga kelib, Shortan deb nomlangan ulkan korxona bunyod etildi. Mamlakatning kelajakdagi taraqqiyoti erkin bozor iqtisodiyoti yo'lidan borishga, mavjud imkoniyatlardan foydalanib, yurtimizdagi korxonalarning eksport salohiyatini yuksaltirishga, davlat g'aznasiga valyuta tushumini keskin oshirishga bog'liq edi. Shortan gaz konlari zamirida uglevodorod xomashyosini chuqur qayta ishlashga mo'ljallangan, yurtimizdagi birinchi korxona hisoblangan Shortan gaz kimyo majmuasini barpo etish ham shu maqsadga yo'naltirilgan. 2001-yilning dekabr oyida ulkan korxona qurib bitkazildi. Majmua ahliga korxonaning ramziy kaliti tantanali topshirildi. Oradan ko'p o'tmay, birinchi o'zbek polietileni ishlab chiqarila boshlandi. ...2004-yilda Shortan gaz kimyo majmuasining bu mahsuloti Amerika Qo'shma Shtatlarida mahsulot sifati uchun deb nomlangan mukofot bilan taqdirlandi. Shuningdek, Shveysariyaning Jeneva shahrida ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati va biznesda ajoyib ko'rsatkichlar uchun deb nomlangan medalni qo'lga kiritdi. Mana korxona o'z faoliyatini boshlagan kundan beri oradan roppa-rosa 20 yil vaqt o'tdi. Bu davrda Shortan gaz kimyo majmuasi sahro qo'ynidagi hayratlar ustiga hayratlar ulashuvchi tengsiz mo'jizaga aylandi. Ayni kunda bu korxona 4 milliard kubometr xomashyo gazini qayta ishlaydi hamda 3,5 milliard kubometr tozalangan tabiiy gaz, 125 ming tonnadan ortiq polietilen granulalari, 110 ming tonnadan ortiq suyultirilgan gaz, 100 ming tonnadan ortiq gaz kondensati, 1 ming tonna oltin gugurt granulalari ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, Shortan gaz kimyo majmuasi tizimidagi Qarshi termoplast korxonasida jahon andozalariga javob beradigan turli-tuman polietilen quvurlar, bog'lovchi qismlar, tomchilab sug'orishga mo'ljallangan qurilmalar, xalq xo'jaligining turli sohalarida foydalaniladigan polietilen idishlar, qurilish sohasida ehtiyoj katta bo'lgan xilma-xil qoplama ashyolari tayyorlanib, mahalliy va xorijiy iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Shortan gaz kimyo majmuasi 20 yillik faoliyati davomida dunyo andozalariga mos, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishi bilangina emas, balki o'z bag'rida yuksak malakali, bilimdon, salohiyatli kadrlar tayyorlayotgani bilan ham dovruq qozondi. Hozirda Shortan gaz kimyo majmuasining ishlab chiqarish quvvatini kengaytirish bo'yicha investitsion loyiha amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyatiga qilgan tashrifi davomida G'uzor tumanida barpo etilayotgan O'zbekiston JTL zavodining qurilish maydoni bilan tanishish chog'ida Shortan gaz kimyo majmuasi va O'zbekiston JTL korxonasi negizida neft-gaz kimyo klasterini barpo etish haqida ko'rsatma bergan edilar. Va bugungi kunda uglevodorod xom ashyosini chuqur qayta ishlash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Buning zamirida 3 ta yirik korxona, Shortan gaz kimyo majmuasi birinchi bosqichi, O'zbekiston JTL zavodi hamda Shortan gaz kimyo majmuasining ikkinchi bosqichi bo'lgan majmuaning ishlab chiqarish quvvatini kengaytirish loyihalari Shortan gaz konlaridan qabul qilinadigan 4 milliard kubometr xomashyo gazini chuqur qayta ishlash evaziga yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan polimer mahsulotlari, sintetik suyuq uglevodorodlar, aviakerosin, benzin hamda dizel yoqilg'isi kabi mahsulot turlarini ko'paytirish orqali eksport salohiyatini yuksaltirish,
hamda import o'rnini bosuvchi xomashyo materiallar ishlab chiqarish hajmini oshirish g'oyasi ilgari surildi. Oradan ko'p o'tmay yangi O'zbekistonni sanoati rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shishga xizmat qiluvchi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining majmuaning ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish bo'yicha investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu o'z navbatida bugungi va ertangi avlodlarimiz uchun 3-renessans poydevori sifatida xizmat qiladi. Mazkur investitsion loyihani ishga tushirish evaziga 800 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi bilan bir qatorda JTL zavodidan keladigan yiliga 430 ming tonna sintetik naftadan, 280 ming tonna polietilen, 100 ming tonna polipropilen, 50 ming tonnagacha piroliz distillati ishlab chiqarishga erishiladi. O'zbekiston JTL infrastruktura obyektlarini barpo etish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar ham diqqatga sazovordir. Jumladan, Sho'rtan gaz kimyo majmuasi tomonidan yangi zavod ishchi xodimlari uchun maxsus shaharcha, gaz taqsimlash tarmog'i, majmuani kengaytirish loyihasi hamda JTL zavodlarini elektr tarmog'i bilan ta'minlash uchun maxsus podstansiya, ma'muriy boshqaruv binosi, temir yo'l infrastrukturasi, tashqi suv ta'minoti kabi bir qator inshootlar bunyod etildi. Sho'rtan gaz kimyo majmuasi o'zining tashkil topgan ilk kunidanoq eng avvalo ishchi xodimlarning turmush tarzini yaxshilashni, madaniy maishiy, ijtimoiy shart-sharoitlar yaratishni o'z oldiga muhim vazifa sifatida belgilab olgan. Sho'rtan gaz kimyo majmuasi tomonidan barpo etilgan Nuriston shaharchasida 638 ta uy-joy bunyod etilib, ishchi xodimlariga topshirildi. O'tgan yillar davomida korxonaning 1000 dan ortiq ishchi xodimlariga G'uzor, Qarshi, Nishon tumanlari hududida joylashgan namunali uy-joylarni olishlari uchun amaliy yordam ko'rsatildi. Bundan tashqari Nuriston shahrida 2 ta, G'uzor shahrida 1 ta va Qarshi shahrida 1 ta, jami 4 ta barcha qulayliklarga ega bo'lgan maktabgacha tarbiya muassasasi bunyod etildi. Geolog va Qashqadaryo sohili kabi sog'lomlashtirish va dam olish maskanlari, Qashqadaryo viloyati kardiologiya va endokrinologiya markazlari, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi, Yakkabog', Voha tekst ip yiguruv fabrikasi, Qorabayir otchilik majmuasi, Toshkent davlat texnika universitetidagi yangi laboratoriya hamda immunologiya va inson genomikasi institutining binosi aynan Sho'rtan gaz kimyo majmuasining moddiy qo'llab-quvvatlashi natijasida qayta barpo etildi. Solim Shahrisabz tomonlarga qadam qo'ygan kishining nigohlari eng avvalo mag'rur qad ko'tarib turgan kechamizning, bugunimizning shon va shavkatidan rivoyatlar so'zlovchi mashhur Oq saroyga tushadi. Mazkur tarixiy obida ham Shahrisabz shahrining yubiley to'yi arafasida Sho'rtan gaz kimyo majmuasining homiyligi bilan qayta ta'mirlandi. Uning atrofi ko'rkam sayilgohga, dam olish maskaniga aylantirildi. Shahrisabz shahridan shundoqqina ko'rinib, bulutlar bilan bo'ylashib turgan tog'lar tomon yo'l olarkanmiz, 2005-yilda Sho'rtan gaz kimyo majmuasi tomonidan yangidan qayta bunyod etilgan bir mavsumda 1000 nafar bolajonlarni o'z bag'riga sig'dira oladigan Lochin bolalar dam olish oromgohiga duch kelamiz. Albatta, shu o'rinda xalqimizning ko'p sonli muxlislarning sevimli jamoalari bo'lgan Nasaf hamda Sevinch ayollar professional futbol klublarining dovrug'ini eshitmagan, ularning ajoyib o'yinlarini ko'rib zavqlanmagan kishilar yurtimizda kamdan kam topilsa kerak. Ushbu futbol klublarining bosh homiysi ham Sho'rtan gaz kimyo majmuasi hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, Sevinch ayollar professional futbol klubi 2003-yilda tashkil etilgan. Ular O'zbekistonning 13 karra chempioni. Nasaf professional futbol klubi ham O'zbekiston chempionatining Oliy ligasida 10 marotaba bronza medali, 3 marotaba kumush medal sohibi bo'lgan. 2 marotaba O'zbekiston kubogi, 1 marotaba O'zbekiston super kubogi g'olibiga aylangan. 2011-yilda Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogini qo'lga kiritdilar. Bu hozircha
o'zbek futbol klublari xalqaro maydonda erishgan eng yaxshi natija bo'lib turibdi. Ha, bugun har tomonlama taraqqiyot yo'liga kirgan, eskicha tamoyillardan, eskicha o'lchamlardan butkul voz kechgan yangi O'zbekiston o'zining yangicha dunyo qarashi, yangicha tafakkuri bilan dunyo hamjamiyatiga, yorug' ertangi kunga mag'rur yuzlanib turibdi. Uning ravnaqi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi yo'lida hormay-tolmay mehnat qilayotgan Sho'rtangaz kimyo majmuasining ahil-inoq, fidokor mehnat jamoasi yurtimiz boyligiga boylik, shuhratiga shuhrat qo'shish yo'lida azmu shijoat ila mehnat qilishda davom etishadi. Biz fursatdan foydalanib Sho'rtangaz kimyo majmuasini, uning mehnat jamoasini majmuaning 20 yillik to'yi bilan muborakbod etamiz.